Assalamu alaikum bütün dünyadaki qarindoshlar. Vatanning ozodligiga tashna, urug' tuqqanlarni ko'rishga tashna, turmalarning ichida, lagerlarning ichida erkinlikka tashna, bütün sargandorlik xotimi berishga tashna, hur bir hayot uchun dunyodagi do'stlarning o'ziga ko'ngil bo'lishiga tashna. Mening qahramon xalqim Uyghur xalqi ve Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar, Şarkı Türkistan'da ve Uyguristan'da yaşavatkan turmalarının işige tuşup ketken qarindoshlarım, sizler üçün, biz üçün seherinin, kunning seherdə qandaq bir jilvası jilva qilgan bolsa, erkinlikning jilvası bizga shundaq jilva qilyapti. Azadlıqning signali bizga kelyapti. Mushu signallar bilan bütün hemminglarga samimiy salam, ali ehtiram. Qarindoshlar, 70 yıllardan beri, 200 yıllardan beri Uyg'urning ozodligi uchun kurash to'xtamay davomlashib keldi. Uyg'ur xalqi o'lyapti, qahramonlarimiz turmalarga kiryapti, kallasi kesilyapti, jodida to'g'rilyapti, lekin ular to'xtab qolgani yo'q. Komünist Xitoy kelgandan keyin ve komünist Xitoyning oldida yana bizningki şu Sharq Turkiston mustaqil davlatimizning rahbarlari, jangchilari bizning davlatimizning, o'zimizning davlatimizning mustaqilligini jakolab, shuning shehid bo'lib, shuningda qurbon berib mushalar keldi. Xitoy besib olgandan ta hozirgacha orliqda bugun tönögün emas, akıma akı 51. yılı, 54. yılı, 57. yılı, 66. yılı, 68. yılı, 77. yılı, hatta 85. yılı, 89. yılı hazırgıça Uyghur halkı bir taraftan öldürülüyordu, minglap, on minglap, addisi 57. yılı Xitoyga karşı muşundaq açılıp saraşta 61 bin adamını tutup ekitip 2% hayat qaytib kelmedi. Şunundan keyin medeniyet inqilabını başlattı. Yana çıktı. Ya ben emin opkamlar, ahın opkamlarmış, mesela Sıdık Ağacı bizden Sıdık Ağacı yaşladın. Buşlar hemmisi ortak yana çıktı. Bunun da mı neçimin adam kırıldı. El vakası da çıktı. Xota vakası da çıktı. Yeke vakası da çıktı. Barın vakası da bütün yezi kışlaqlardaki küçük balaları çıkarıverdi. Bizden Uygurlar inqilabdan, vatanning ozodligidan, vatanning hürlikidan, özünün erkinligi chiqishidan bir daqiqa to'xtab qolmadi. Dünya buni ko'z tutdi. Hergiz buni ko'may qolgani yo'q. Vaqt pishib yetmedi deb o'yladi o'g'ay. O'zlarining vaqti pishib yetmagan bo'lgan bo'lishi mumkin. Bizning xalqimizning to'xtamaydigan erkinlik jangchisi ekanligini, bir adam qog'icha o'zining hurligi, mustaqilligi uchun kurash qiladigan bir millat ekanligimizni, o'zimizning zaminining egisi o'zimiz ekanligimizni dunyo tonib yetdi. Bo'libmi biz Tibet, Mo'ng'ul, şu Şangang, Tayvan meselesiga kelgan vaqtida mana Mo'ng'ullar meselesimi qarindoshlar biz bilan bahsletdi. Şu bizga o'xshash to'xtamay kurash epparanmaganligi uchun orliqda to'xtab qilib yo'qab ketganligi uchun bu qitim dunyo sahnasida ismini atashda o'ylab bakinglar. Uyg'ur meselesi, Tibet meselesi, Şangang meselesi, Tayvan meselesi ve Amerikaning o'zining xalqarалық meselelari o'tirib qo'yilgan vaqtida Mo'ng'ulning ismi chiqmay qoldi. Bo'lmasa o'xshashlar Tibet, Uyg'ur, Mo'ng'ul besib olingan zamin edi. Uyghur xalqi kurash qilganning natijasining qandaq bo'lganligini mushuningdan uqinglar. Dunyoning yaqisini qo'yib etmay, o'yg'atganning bir odamda pulinglar bo'lsa, pulimni badab oqidan yaqisini tutsanglar, olaolaysizlar, tashvetsanglar yeb ketadi. Xuddi mushunga o'xshash o'zinglarning ziminiga, o'zinglarga ega chiqqanliginglar uchun, o'zimizga ega chiqqanligimiz uchun dunyoga to'xtatmay tonutib, vaqirab, jaqirab, yig'lab, davlatmi davlat, shaharmi shahar, Tashqi ishlar ministeri, parlamenti, hatta kişilik hukuk teşkilatlar, cemiyetler, mektepler, özümüzün Uygurlar u yaktan namayiş, bu yaktan sözleş, bu yaktan Amerika Kongresi, parlamenti, Tashqi ishlar ministeri, Aksaray koymay, dat, pendiyat menin halkım digelligimiz üçün, digelliginler üçün, mana bugünkü boğan namayişlarga qaranglar. Eçilivatkan akbarat orulları, bes filan Uygur vakasını anıltış üçün eçilivatkan akbarat, sözlevatkan bulbuldek akbaratçılık
Türkmenistanda meyli o taraf bu taraf yok. Bütün dünyanı muşunda oygattanlar. Kızlarımızın lagerden çıkıp muşu lagerden çıkan 8-10 adamga qarap bakыңlar. Özünün tuqqanlarının ölüp ketişige yoki özünün qanda qurban bedel төлüşige, ailesinin bedel төлüşige qarmay, dadıllarını aldığı ekilip öltəsi şununğa qarmay, her günü lager vaqasını, dünyanı titirtip durup muşundaq bəgəşke, muşundaq milletke igi çıqıdığan, muşundaq vətenge igi çıqıdığan, muşundaq özünün vicdanıga igi çıqıdığan ruh bizde boğaşqa dünyanı orundun dəs qopurup, dünya mani kolumuzga alsaq, satsaq pulga yaraydıgan malken deydigan yerge keltiyorduk. Soğudiganmi şu? Soğudiganlikmi bu şu? Soğudiganlikmi biz tallaymiz qaysini bazarni qo'zg'ayalaymiz, qaysini qo'zg'ayolmaymiz deb. Qarindoshlar, men faxrlanaman mening xalqimdan. Mening xalqimning qanchalik o'zimizni o'zimiz yaratmay biz bo'lmaydigan millat, nurg'un illatlar bor. Lekin shu illatning ichida shundaq cho'ng qahramonliklar bor. İllatsiz bir millet bo'lmaydi. Biz Xitoyning mustamlika ostida, Manjuning mustamlika ostida, boshqalarning bizni o'ynash ostida yelimi mushunchalik o'zimizda tutib turib, biz mushunchalik kurash qilib mushunday qilyapmiz. Qaranglar, to'xtamay bo'layotgan namoyishlarga. Mana shanba kunlari bo'layotgan Uyg'ur Amerika uyushmasi bilan Şarkı Türkistan Cumhuriyet Partisi'nin hep çıkan namayişlerini maşinlar bilen bütün Amerika'nın koşullarını zilzilgı selivetti. Qarab bakыңlar, Türkiye'de her günü bulavatkan Ankara'daki, İstanbul'daki, Kayseri'deki, qaranglar Gollandiya, Germaniya, Norvegiya, Şvesiya, Avustralya, bütün dünyada bulavatkan ve biz şu cemiyatmığallığımız üçün, biz aşındaq dünyanı titirtəligelligimiz üçün, sizler dünyanı titirtəligelligimiz kiçikgini balalarımı çıkıp, analar üçün aşındaq sözlügelligi üçün dünya ornudan tuqopdi. Qarindoshlar, sizlarga, xalqimga, men bu xalqning bir a'zosi bo'lib qilish suputim bilan ham rahmat, ham faxrlanaman. Uyg'ur qizi bo'lib qolganligimdan faxrlanaman. Dunyoda shunday kuchlik men birinchi o'rinni olaman deyotgan, 1 milliarddan ortiq adamim bor deyotgan, Uyg'urni qirib o'ltirib tugutaman deb oshi qadar vahshiylik bilan o'ltirayotgan Xitoyga osh vahshiylik bilan o'ltirayotgan o'limni qabul qilib turib, o'rnidan qopib, ashada burab bo'yniga asadigan, sirtmoqqa qarab turib dunyoga nola qilayotgan xalqimning sadosini Alloh angladi, dunyo angladi. Mana Kördünler Alyaska yığınını. Birinci kılıp, birinci numarada bizden meselemiz koyuldu. Anlavatıslar bütün dünyadaki tevrep getdi, Xitayның içi teşi tevrep getdi. Meyli Xitay bizden kanda öltəgən bolsun, kanda tutkan bolsun, kanda vəhşilik qılğan bolsun. Bu zemin bizden. Biz çoxum erkinlik çıkımız. Biz çoxum müstakil bulumuz. Biz şu bombıgıcı toxtab qalmaymiz. Men xalqimga bugün muşu Alyaska yığınıdan keyin Avropada bulavatqan Angliya, Kanada, Avustraliya, Amerikanın birleşip qilib berivatqan jazolar bu dexi uçi bir signal Xitoyga berivatqan signallar. Dexi ish dex oldimizda qarindoshlar. Biz to'xtab qolmaylik. Namoyishdimi to'xtab qolmanglar, harakatdimi to'xtab qolmanglar, yezishdimi to'xtab. Axborot o'rnidagi barliq dunyoda eshilgan axborot, Uyg'ur axborot o'rinlariga rahmat. Xalqaroliq muxbirlarga rahmat. Xalqaroliq muxbirlar, mushu bütün jurnalistlar bizning masalamizni, mush jurnalist qahramonlar, askarlar bizning masalamizni dunyoda mushunday ko'tarib, mushunda qo'rqmay Xitoyning ichiga kelib qezib chiqib, bugun bizga mushunday qildi. Biz ularni unutib qolmaymiz. Bütün dünya jurnalistlerini, meyli BBC olsun, CNN olsun, meyli Voice of America olsun, meyli başka olsun, başka olsun. Dünya jurnal, özümüzün jurnalistlerimi xalqimizda uyg'otishda ait çoğun rol oynadı. Ben bugün alaydı bir çıkıp, muşu xoşallıqni, bütünlay 100% xoşallık bulmusumu, muşu bugünkü bir vaziyatda xalqim bilan o'rtoqlashay deb chiqdim. Lekin mushuning oxirida mening qisqa bir gapim bor. Mushundaq Uyg'ur da'vosi palliga chiqayotgan bir paytda Uyg'ur qozoq palon pokon degan bir o'tirda bir talash tortishlar o'tirga chiqyotdi. Shuni bilinglar qarindoshlar. Qozoq xalqining ichidan chiqib, Uyg'ur xalqini sening mening mazmun sening mazmun mening sen ba men yo'q so'zlaganlar qozoq xalqining ashaddiy dushmani Xitoyning Uyg'ur, qozoq va o'zbek, tatar
Bak Kırgız bizning o'tirumizga ziddiyat selish uchun chiqqan urug'lari. Uyg'ur xalqining ichidan chiqib, Qozoq xalqiga til tekkizib yoki Kırgız, O'zbek boshqa millatlarga til tekkizib tillayotganlar Uyg'ur xalqining ashaddiy dushmani. Biz bir ana, bir dadadan bo'lgan bir tuqqan. U chiqsinmi mayli, biz chiqsaqmi mayli, yana birisi chiqsin mayli, Xitoy chiqmasin qarindoshlar. Xitoyning qo'lidan olgandan keyin biz urug' tuqqanlar o'zaro kelishib ola olamiz. Onun bo'lsin bo'pti, bizning bo'lsin. Shuning uchun Uyg'urning ichidan chiqib, og'zini buzib, qozoqlarga til tekkizayotgan, bir tal, ikki tal qozoqninki qozoq vakil qilmaydigan saranglarning chiqib, Xitoyning tarbiyasi bilan chiqib so'zlagan so'zga qarta umumiy qozoq xalqimga til tekkizayotganlar, og'zingni yum. Qozoqning ichidan chiqib, Uyg'ur xalqiga til tekkizayotganlarga menga qilmayman. Menga qilsam qozoq xalqi o'zi gap qiladi. O Qozoqqa vakil emas, o Qozoq xalqining dushmani. Shuning uchun men mushunda xo'shallik paytlarda, mushunda xo'shallikni kutib olamiz deyotgan paytlarda, mushunda munozirlarni qilayotganlar to'xtatinglar. O'zaro munozir qilib, o'zimizning ichidagi bir narsalarni so'rab chiqayotgan qarindoshlarimiz unimi to'xtatinglar. Biz hozir dunyo vaziyatiga qanday javob beramiz? Dunyo vaziyatiga biz oyada bir tashkilot berib A deb to'lab, meyada bir tashkilot berib Amerikaning oldiga B deb to'lab, ma'noga qanday xotim beramiz? Hammamiz birlik kelib, bir ovoz bilan Amerikadan nimani so'raymiz? Dunyodan nimani so'raymiz? Avval Allohdan nimani so'raymiz? Biz mushu narsalarni amalga oshiraylik qarindoshlar. Bizning o'zimizning ichidagi ushaq-tushak ishmi mayli unda ishlaydigan qilib ketadi. Hozir dunyoning vaziyatida bizning ishimiz eng yuqori baldoqqa chiqdi. Biz xo'shallik bir kunlarga, erkinlik bir kunlarga, tuqqanlarimiz bilan quchoqlashadigan bir kunlarga tayyorlik qilaylik qarindoshlar. Rahmat sizlarga.